Professional novvoyxonalar va konditserchilar nega aynan podvoy pech tanlashini bilasizmi? Podvoy pech bu konditser sexlarida va non ishlab chiqarish sexlarida eng ko'p ishlatiladigan uskunalardan biri. Podvoy pechlarimizni bizda ikki xil turi mavjud. Bu toshli modeli va toshsiz modeli. Bunisi o'sha hamma bilgan toshsiz modeli. Oldingilariga nisbatan buni oynasi o'zgargan, ya'ni kattaroq bo'lgan. Bu podvoy pechimizning toshli modeli. Toshli modeli ko'rsatib bo'ladi, eshiklari spachna oyna, mahsulot tepasidan pastigacha bemalol ko'rinadi. Ichida toshlari bor. Tosh afzalligi siz xamirni tosh ustiga qo'yib ham bemalol pishirsangiz bo'ladi, list kerak emas. Yana bitta afzalligi bu har bitta ochib yopganingizda toshli hisobiga daraja tezroq yig'iladi. Har ikkala podvoy pechimizda ham tepa va pastki haroratni alohida boshqarish funksiyasi mavjud. Shuningdek, taymer funksiyasi ham mavjud bo'lib, pishirish vaqtini qulay boshqarishga yordam beradi. Yana bir qulayligi, pech ichida yoritgich chiroqlar mavjud. Bu orqali mahsulotning pishish jarayonini eshiklarini ochmasdan bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Podvoy pechlarimizning yana bir muhim afzalligi, korpusi to'liq dizaynlanmas bo'lakdan ishlab chiqarilgan, ya'ni nержавейкадан. Bu esa pechning xizmat muddatini uzaytiradi, namlik va tashqi ta'sirlarga bardoshliligini oshiradi. Shuningdek, pechning turli tozalash vositalari bilan bemalol yuvish mumkin. Korpusi o'z sifati va ko'rinishi uzoq vaqt saqlab qoladi. Bu podvoy pechlarimizning 1, 2, 3, 4, 6 va 9 patnozli modellari mavjud. Podvoy pechlarimizning narxi, modeli, sig'imi va funksiyasiga qarab 3.700.000 so'mdan 122 million so'mgacha sotuvda mavjud. Do'konimizda barcha turdagi podvoy pechlarimiz mavjud. Kelib ko'rib xarid qilsangiz bo'ladi yoki ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar.